Mashhurlikda tengi yo'q. Italiyada ishlab chiqarilgan Astra brendidan 99% tabiiy ingrediyentlardan tayyorlangan, yuz yilidagi barcha muammolarni ketkazadigan oddiy kosmetikalar. Yuz yillarni umuman quritmasdan yumshoq tozalovchi ko'pikli bu penka terini tinchlantiradi, toshma va qizarishlarni ketkazib beradi, vitaminlarga boy va terini oziqlantiradi, hatto qora tochkalarni ham ketkazib beradi, makiyajlarni ideal tozalab beradi. Bu serum terini tiklaydi va yangilaydi, yuzni oqartiradi, toshma va dog'larni ketkazib beradi. Ayniqsa sezgirli terilarga juda ham mos. Skrablarni har xili bo'ladi, lekin Astrani skrabi juda ham yuz yillarni zo'r qilib beradi. O'lik teri hujayralarini ketkazib beradi, yuz yillarni chiroyli qilib silliqlashtirib beradi. Qora tochka toshmalarni ham ketkazib beradi. Tarkibida mevalar ekstrakti va vitamin C bor. Astrani namlantiruvchi bu krema o'zi kichkinagina bo'lgani bilan juda ham katta vazifasini bajaradi. Yuz yillarni oqartirib, sezilarli darajada silliqlashtirib beradi. Bir hafta ichida yuz yillarni tanimay qolasizlar. Bu spreyni bir marta ishlatib ko'rganingizda shunaqa yaxshi ko'rib qolasizlar. Bitta sprey 3 ta vazifani bajaradi. Makiyajdan keyin bir marta sepib olsanglar, uzoq vaqt turib beradi va tabiiy ko'rsatadi. Bu ham tonik, yuzni tinchlantiradi, balansni tiklaydi va yuzni nam holatda ushlab turadi. Bo'yanishdan oldin sepsanglar, makiyajga tayyor qilib beradi. Tonalniy kremlar yaxshi yotib beradi, yig'ilib qolgan joylarini zo'r qilib yumshatib beradi. Astran bu ko'z kremi lifting effekt beradi. Ko'zdagidagi qorayish ishlarni ketkazib beradi, mayda mimika ajinlarni yoyib beradi. Kosmetologga boradigan bitta proseduralarni mana shu Astran ko'z kremidan natijasini ko'rasizlar.